yangi xonadon xarid qilib, mebel jihozlarini kimga ishonishni bilmayapsizmi? Biz sizga o'z mehnatimizni bo'lishmoqchimiz. Har doimgidek kichkina joyimizdan unumli foydalangan holda shkafimizni yon tomoniga bolalar uchun dars stolini qilib berib ketganmiz. Ayolingiz shirin taomlar tayyorlab berishini xohlasangiz, siz ham shunday shinam mebellar qilib berishingiz kerak-da. Sizga ham shunday mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerlarga hech qanday tortinmasdan qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.